ovoz chiqdi. Quloqlaringiz ochiq holatda bemalol musiqa tinglashingiz mumkin bo'ladi. Hi Meta. Hi, how can I help you? O'ng tomonda turgan Meta aqlli ko'zoynaklari, chap tomonda turgan kadrlar esa iPhone 12 Pro Max da tasvirga olingan. Uni boshqa qurilmaga ulaganimizda muammolarga duch kelishimiz mumkin bo'ladi. Aqlli ko'zoynaklar haqida bilasizmi? Bugungi videoda biz O'zbekistonda ko'pchilik foydalanayotgan texnologiyalardan biri bo'lgan Ray-Ban Meta ko'zoynaklarining Wayfarer modelini birgalikda ko'rib chiqamiz. Xo'sh, ushbu ko'zoynaklarni xarid qilish kerakmi yoki yo'q? Biz uning imkoniyatlari, funksiyalari hamda undan qanday qilib foydalanish mumkinligini sizga taqdim etamiz. Demak, mana bunday qutida keladi. Biz bu sharhni olishdan avval ko'zoynakni o'rganib ko'rgan edik, shu sababli uni qutisi hozir bu yerda emas. Lekin asosiy e'tiborimizni bu yerga qaratamiz. Demak, bu g'ilof. Ko'rib turganingizdek birinchi chiqadigan narsa bu g'ilof. Uni ichini sekin ochib ko'radigan bo'lsak, mana bunday mato chiqadi. Matoga e'tibor beradigan bo'lsak, bu yerda Ray-Ban Meta yozuvini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Aslida bu boshqa ko'zoynaklarni oddiy matosiga o'xshab ketadi. Ya'ni ulardan deyarli hech qanday farq qilmaydi. Demak, ichini ochamiz. Va nihoyat ko'zoynaklar. Bu o'sha ko'pchilik ko'rib ulgurgan yoki eshitib ulgurgan ana shu Meta Wayfarer modelidagi ko'zoynaklar. Ko'rib turganingizdek, ichidan mana bunday 3 ta mahsulot chiqadi. Bundan tashqari uni quvvatlantirgichi ham bor, ya'ni mana bu g'ilof quvvatlantirish vazifasini ham bajaradi. Ko'rib turganingizdek, mana bu yerda sim tiqilish kerak bo'ladi, ya'ni quvvat oladi bu yerdan, lekin uni quvvatini ham alohida sotib olishimizga to'g'ri keladi. Uni maxsus saytlarda ko'radigan bo'lsak, $40 dan ortiqroq turadi. Demak, bu 3 ta mahsulotdan boshqa hech qanday narsa uni ichidan chiqmaydi. Mana shu 3 ta mahsulot deyapmiz, lekin aslida mana bu ko'zoynaklar bir qarashda oddiy ko'rinishi mumkin, lekin bu videoga olish, musiqa tinglash hamda sun'iy intellektdan foydalanish imkoniyatini beradi. Ya'ni mana bu yerdagi ovoz orqali siz bemalol o'zingizni qiziqtirgan savollarni berib, bevosita sun'iy intellektdan javoblaringizni olishingiz mumkin bo'ladi. Bu ko'zoynakni boshqarish uchun esa maxsus MetaView ilovasini telefoningizga yuklab olishingiz kerak bo'ladi. Hozir bu jarayonni biz bosqichma-bosqich birgalikda ko'rib chiqamiz va bu ko'zoynakni aslida xarid qilish kerakmi yoki yo'q degan savolga birgalikda javob topamiz. Demak, birinchi g'ilof ham quvvatlantiruvchi vazifasini bajaruvchi. Mana bu quvvatlantiruvchi g'ilofga alohida to'xtalamiz. Bu nomi aytib turgan vazifadan tashqari quvvatlantirish funksiyasini ham bajaradi. Ortiqcha simlarsiz bo'lgani tufayli g'ilof uyda yoki ko'chada ko'zoynaklarni quvvatlantirish imkonini beradi. Bitta quvvatlash 4 soatgacha yetib, atigi 22 daqiqada 50% gacha quvvatlantirishingiz mumkin bo'ladi. Lekin bir vaqtda bir nechta funksiyalarni bajarib muntazam foydalanilsa, unda quvvat ham tezroq ketadi. Agar mana bu yerda yashil belgi yonib turgan bo'lsa, bu g'ilofni quvvati to'la ekanligini anglatadi. Maxsus keysni quvvatlantirish uchun ham USB kabelni sotib olish kerak bo'ladi. Uning saytdagi narxi qariyb $40 ga teng. Agar ichini ochadigan bo'lsak, mana bu yerida maxsus joy bor. Mana shu orqali ko'zoynaklar quvvat olishini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bu ko'zoynakni boshqarishimiz uchun bizga maxsus ilova kerak bo'ladi. Ilovani Google Play yoki App Store dan yuklab olishingiz mumkin bo'ladi. Demak, telefonimizni qo'limizga olganimizdan so'ng bu yerda App Store ga kiramiz va qidiruv bo'limiga MetaView deb yozamiz. Birinchida chiqadi. Mana ko'rib turganingizdek, bu yerda MetaView ilovasi bor va buni telefonimizga yuklab olishimiz kerak bo'ladi. Telefonimizga qurilmani yuklab olganimizdan so'ng ochish tugmasi orqali ilovani ochamiz. Mana bu yerda davom etish tugmasini bosamiz. Undan so'ng o'zimizga kerak bo'ladigan akkauntni tanlab, aqlli ko'zoynaklarimizni o'zimizning telefonimiz bilan bog'lab olamiz. Bu yerda yana bir muhim jihat bor. Biz mana bu aqlli ko'zoynaklarni ishga tushirishdan avval uni sharhlash uchun bosqichma-bosqich yuqorida aytib o'tgandek ko'rib chiqqanmiz. Shu sababli biz avvalgi telefonimizga qurilmani ulaganmiz, lekin bu yerda bir narsani inobatga olishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni ko'zoynakni qaysi qurilmaga ulagan, ya'ni bog'lagan bo'lsangiz, iloji boricha ana shu qurilmadan aloqani uzmasligingiz kerak bo'ladi. Ya'ni, misol uchun mana bu telefonga bu qurilmani ko'zoynakimizni bog'lagan bo'lsak, uni boshqa qurilmaga ulaganimizda muammolarga duch kelishimiz mumkin bo'ladi. Shunday ekan, bitta qurilmaga bog'landimi, iloji boricha mana shu qurilmadan boshqasiga
ko'zoynakni ulamaslik kerak bo'ladi. Bo'lmasa, Bluetooth bilan bog'liq yoki uni boshqa telefonga ulaganingizdan so'ng qaytadan o'zingizni aloqa vositangizga ulashda kattagina muammolarga duch kelishingiz mumkin. Ko'rib turganingizdek, bu yerda ko'zoynak va telefon o'rtasida bog'liqlik mavjud. Mana bu qismida o'qish orqali buni bilib olsangiz bo'ladi. Demak, bizda qurilma ishlashga tayyor va hozir biz bu ko'zoynaklar bilan qanday qilib ishlashimiz mumkin bo'ladi, o'zi qanday boshqariladi, mana shu savolga birgalikda javob topamiz. Demak, biz g'ilofni sharhlab bo'ldik. Endi aqlli ko'zoynaklarga o'tadigan bo'lsak. Bu aqlli ko'zoynaklarni chap qismida 12 megapikselli kamera joylashgan bo'lib, bu orqali biz video va foto suratga olishimiz mumkin bo'ladi. O'ng tomonda esa indikator joylashgan. Demak, bu ko'zoynaklarni taqib ishlatib ko'radigan bo'lsak, ovoz chiqdi. Undan so'ng biz agar bu ko'zoynaklarda musiqa tinglamoqchi bo'ladigan bo'lsak, bir marotaba bosadigan bo'lsak, bizga musiqa eshitila boshlaydi. Agarda musiqa ovozini pasaytirmoqchi bo'lsak, unda bu yerini 2 marotaba orqaga bosishimiz. Agarda aksincha balandroq qilmoqchi bo'lsak, uni 2 marotaba oldinga yurg'izishimiz kerak bo'ladi. Endi musiqa funksiyasiga to'xtaladigan bo'lsak, agar siz ko'cha-ko'yda yoki tashqarida musiqa tinglayotgan bo'lsangiz, ko'zoynakni yechgan taqdiringizda unda musiqa o'sha joyda pauza bo'ladi. Agar uni qaytadan taqadigan bo'lsangiz, musiqa kelgan joyidan davom etadi. Bundan tashqari sizga maxsus quloqchinlar kerak bo'lmaydi va quloqlaringiz ochiq holatda bemalol musiqa tinglashingiz mumkin bo'ladi. Siz tinglayotgan musiqa esa atrofingizdagilarga xalaqit bermaydi va umuman eshitilmaydi. Agarda qo'ng'iroqlarga javob bermoqchi bo'ladigan bo'lsak, mana bu sensorli qismini 2 marotaba bosishimiz kerak bo'ladi. Bu orqali biz bevosita qo'ng'iroq qiluvchi bilan bemalol gaplashib ketishimiz mumkin bo'ladi. Agar siz bu ko'zoynaklarda suratga tushirmoqchi bo'lsangiz, unda bu qismida tugma mavjud va bu tugmani bir marotaba bosishingiz kerak bo'ladi. Va hozir bu suratga tushdi. Agarda siz ko'zoynaklarda video olmoqchi bo'lsangiz, unda mana bu yerini bosib turib tushishingiz kerak bo'ladi va video suratga olinadi. Hozir suratga olgan va videoga olgan barcha narsalarimiz boya aytib o'tgan ilovamda namoyish bo'ladi va mana shu ilova orqali siz hozir suratga olgan video, rasmlaringizni bemalol yuklab olgan holatda o'zingizni ijtimoiy tarmoqlaringizda bo'lishib borishingiz mumkin. Xo'p, o'rinli savol tug'iladi. Biz qayerdan bilamiz uni videoga yoki suratga olayotganini deyishingiz mumkin. Mana bu tugmani bosganingizda sizga ham ko'rinishi kerak. Bu yerda oq belgi yonadi, ya'ni indikator ko'rinadi va mana shu orqali siz ko'zoynak ishlayapti, ya'ni suratga oldimi yoki videoga oldimi bemalol ko'rsangiz bo'ladi. Qurilma kamerasi Full HD tasvirga oladi. Tasvir formati esa 3:4 bo'lgani biroz noqulaylik tug'dirishi mumkin. Chunki bu vertikal formatdagilarga tushmasligi aniq. Xotirasi esa 32 GB. Tasvir sifatini solishtirib ko'radigan bo'lsak, o'ng tomonda turgan Meta aqlli ko'zoynaklari, chap tomonda turgan kadrlar esa iPhone 12 Pro Max da tasvirga olingan. Ko'rib turganingizdek, tasvirlarning formatida ham biroz farqlar ko'zga tashlanadi. Eng muhimi, olingan videolar, rasmlar to'g'ri ilovaga borib tushadi va u yerdan o'zimizga kerak tasvirlarni olishimiz mumkin bo'ladi. Bo'ldi, shu bilan funksiyalar tugadi deyapsizmi? Yo'q. Bu ko'zoynaklar Meta AIga ham ulangan bo'lib, siz yo'l davomida o'zingizni qiziqtirgan qisqa yoki umumiy ma'lumotlarga javob topib ketsangiz bo'ladi. Keling, buni misol bilan ko'rib chiqamiz. Hi Meta. Hi, how can I help you? Can you give me information about a Material Memorial Complex? Martyrs Memorial Complex is a park located in Tashkent, the capital of Uzbekistan. Ko'zoynakda Meta AIdan foydalanayotganda bir jihatni inobatga olish kerak. Ko'zoynakdagi bu funksiya faqatgina italyan, fransuz va ingliz tillarida ishlaydi. Afsuski, rus yoki o'zbek tillarida Meta AI, ya'ni sun'iy intellekt funksiyasidan foydalanish mumkin emas. Birinchi o'rinda bu ko'zoynak orqali kamera, musiqa, telefonda gaplashish imkoniyatlari bu ajoyib va muhim, qulay hisoblanadi. Ayniqsa sayohat blogi yoki ekstremal harakatlarni bajaruvchilarga qo'l kelishi aniq. Lekin sun'iy intellekt bilan bog'liq qismiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, uning o'zbek tilida ishlamasligi biroz qiyinchiliklarni tug'dirishi tabiiy. Balki keyinchalik boshqa tillarda ham ishlashi mumkindir. Bu vaqt masalasi. Ko'zoynakni xarid qilayotganda esa uni o'lchami, rangi, modellarini tanlashda e'tiborli bo'lish kerak bo'ladi. Agarda siz ko'zoynaklardan tez-tez
foydalansangiz, uni demak tez-tez quvvatga qo'yishingizga ham to'g'ri keladi. Mana bu yerida joylashgan qismi esa sizni ko'zoynagingizni qirilishiga olib kelishi ham mumkin. Xarid qilayotganda bu faktorlarni inobatga olishingiz kerak. Ko'zoynakni xarid qilishda ilova bilan bog'liq masala, uni Bluetooth telefonga bog'lash masalalariga ham alohida e'tibor qaratishingiz kerak bo'ladi. Xo'sh, siz keyingi sonlarda qaysi mahsulot sharhini kutgan bo'lardingiz? Fikringizni izohlarda kutamiz.